Rajab oyini hiloli chiqqanda Rasulimiz alayhisalom: "Ey Alloh, Rajab va Sha'bon oylarida bizlarga baraka ato qilgin va bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin" deb duo qilar ekanlar. Ramazon oyida qilajak ibodatlarimizni qabul aylasin. Duolarimiz mustajab bo'lsin. Gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin. Jannat eshiklari ochilgan, do'zax eshiklari berkilgan, shayton kishanlangan bu oyda hammamizga Allohning rahmati, mag'firati nasib aylasin. Muborak Ramazon oyi bilan barcha mo'min musulmonlarni, xalqimizni samimiy muborakbod etamiz. Alloh taolo butun xalqimizga qutlug' oyni muborak eylesin. Kelishing zor kutdik, ketsang yana yurak qon. Keldi ya hijron yutdik, ketyapsanmi Ramazon? Bir oz shoshma Ramazon. Yarim qalbni to'ldirding, mahzunlarni kundirding, juda ham sog'intirding. Endi shoshma Ramazon, ketyapsanmi Ramazon? İblislarni qilding xor, bo'lsin ming xokisor. Senda ulug' ajr bor, bir oz shoshma Ramazon, ketyapsanmi Ramazon? Tugab xatmi Qur'onlar, sevinadi shaytonlar, poklanmasdan vijdonlar. Bir oz shoshma Ramazon, ketyapsanmi Ramazon? Sog'inch qoplar har yonni, zulmat qildi osmonni. So'radimmi rayyonni, bir oz shoshma Ramazon, ketyapsanmi Ramazon? Robbim berar sabrni, qalbdan olib jabrni, topay sendan qadrni, ketyapsanmi Ramazon? Bir oz shoshma Ramazon. Yurdik qaddimiz urib, tarovihdan yuz burib, hali his qilmay turib, ketyapsanmi Ramazon? Bir oz shoshma Ramazon. Toatga yo'q hafsala, duolarim ham chala, g'animat bilmab mana. Bir oz shoshma Ramazon, ketyapsanmi Ramazon? Ummat uchun bo'lding xos, bo'ldim g'aflatda bir oz.